Hoy, qanday qada? Yaxshimi? Keling, birdan o'tiring. Yo, men loban bo'lsam odamga qaraydigan ko'zinglim yo'q-ku, aslida. Voy, adash, men aldirashliq diqqat qilmabdimi deyman. Kela. Diqqat qilmaysizlar, pul topdinglarmida yo'g'on duka ochdinglar emasmisizlar, diqqat qilmaysizlar. Edish, menda sesga qilishib ketmayli deyman. Kelinglar. Adash, bu qaqshapli qapsanga nima ish bo'ldi? Ama ko'nlarda bir gap bor-ku, ishni bak biqlasang o'zini shirchaqlaydi deydigan. Ashunda bir ish bo'ldi adash. Yani biri ağır emas, ko'nglingni ranjitga oqishmamda. Eylik o'san taz adash. Ashqanda uchrashib qoldik danglar. Bu birisi bilan sodining parini qilyapti. Men kelib adash, "Mani manda qilsang manda bo'ladi" deb yo'l ko'rsatsam, nima deydi demamsa. Adash sen sodi qilib boqmagandan chiqib ishingni qilib bizni parimizni qilib qo'yap demasmi? Haqning oldi yomon satlashdim adash. Tishlarim degan guruchda qat'iy bo'lamadim. Kallar bilan jangli birini qo'yay desam, ashxona bo'lib qopti. Ashxona bo'lmagan bo'lsa, kalla bilan jangli birini qo'yib, mensidan qattiq chiqarib o'tading degina. Jinga qilding zodi. Adam zangli qilmanglar adashsizlarmi? Qara adash. Sami nima haqning ishiga aralisha? Ha? Bu degan sod ish bo'lsa, sodning ishini yasa tushunmasan. Sodning ishiga aralashib nima ish qilsa? Voy sen meni ishimni tushunmaysan, sen döt kalva demoqchimi? Voy ya qadash, men unda demoqchi emas. Amiz gapingning tayini yo'q, puling yo'q demoqchi o'xshamaysa? Naq shunda demoqchi. Anda udul olib ketmanglar, ma birodarlarning ko'nglini ayab qo'yinglar. G'urur tegadigan gap qilmanglar-jima. Ay pulingim 4 kunda tugaydi. Qara adash, gapni paskallislam deymi? Hozir vaqo qara, ma g'ururga tayinib ish tutadigan vaqt o'tib ketdi. Hozir ma aqlga, qobiliyatimiz qarta pul topamiz deyman. Yanchiq qarab muomala qilamiz demamsizlar? Abayning yo'q, nima deyaptim adash men? Ha? Mening demoqchi o'g'lim qara adash, atrofimizga odamlardan bo'shroq norozi bo'layli, ulardan ranjib o'sak bo'lmaydi degina. Shunga pul topayli, turmushimizni yaxshilayli. Shunda qilsak bo'la? Voy shu menmi pul topay degan, sizdek ta'lim yo'qkanmida bu cho'ng duka ochay desam. Qara adash, pul topqanlarning hammasi sana o'xshash uzum pesh, og'zim cho'sh deb o'ltamaydi. Pul topqanning oqin nurg'un jabr jafava. Pul topqanning hammasi sen shuncha talaylikmi? Ha? Shu menmi pul topay degan, men topitgan puldan hamma haq tep bo'pti, senmi tepatsa, qanday qilaman endi? Ya bo'ns 200 ming ko'p berib turamiz ya. Sendekida cho'ng bir may dukini ichib, loban bo'lib pul jig'ay. Voy berib turay, berib turmamligan. Rasmadash. Rasmida atqini yog'an. Ama pul topdim deb adamni anda zangli qilib ketmanglar-jima. Hey. Turay o'rningda. Nima bo'ldi? Qo'y. Qara adash, bushlarning hammasi biz yangidan bozor sog'an donishmanlar maylar degine. Mavo donishmanlar aralashmaya. Mavo donishmanlar birinchi darajalik sapmaya adash. Men sana mushu bizning maylarning noy darajalik vakolatchiligini beray. Seni üzemge qarz qilg'im yo'q adash. Sen bizning maylarni setib, tijorat qilib, biz uzan ruslanmam sen, ha? Sizlar ama cho'ng shaharda mal sotasizlar. Men noy shaharlar sargardan bo'lib may sotaman. Qara adash, ko'nlarning ishing oqmasa, pul topamsan, shay atla degan gap esingda borda. Bizning tijoratni qilsang, kim bildi, atogim mendimi bak pul tepib ketamsa texa. Oshdan bo'lama? Albatta oshdan bo'ldi. Adash, bizning vaqo hozir donishmanlar maylarimizdan bozor o't qara, 100%lik sap qarada. Ishonchlik onun üstü hazır vaqo noylardan shaharlardan vaqo vakolatchi bo'lma davatqa odamlar bas-basda degine. Shunga mesela brend noydan vakolatchilikni beray adash. Mushna bilan tijorat qil. Anda sen mening yiqi og'inam bo'lgandan sen qil davatime adash. Mush ishni qilib bir ishlaring bir o'ngishib olsang, men xo'sh bo'lim degine. Hey, qilg'amiz adash, qayta. Ha? Ya adash, men danishmanlar maylarni bir noy setib pul deb xiyollar cho'kib ketibdim adash. Ma'qul. Qaysi noyig mangami? Ha? Ey, sen baqo qir. Avval uyingili manga adash. Ha? Qara, men sen vaqo bizning donishmanlar sap zarangza 100%lik maydan birini beray adash. Uying ektib, ayoling bilan tamoq etib, yeb baq. Sen tam tetsa, yarsa anandiki vakolatchi bo'lay deb kelsang bo'ladi. Ashdami adash? Ha? Rasma gippe? Albatta. Rahmatjima adash. Ma'qul. Ey, kelgan vaqtimda oshda pul aytib kelasizmi?
Xotirjam bo'la adash danışmanlarniki mush meyda qo'lon uxshib kelman. Ma'qul men maqdam. Har qanday tamoq o'xshayjima yana. Ma'qul. Danışmanlar yurishlik maylarga har qaysi joylardan vakolat qabul qilamiz. Aloqalash telefon nomeri 166 99 56 53 38.